Endi bizlardagi qishlog'imizning paydo bo'lishi miloddan oldingi 3-asrga borib taqaladi. Sekin ovoz ekildi. Hamma ichkarida. Mashalloh. O'sha havo riski o'zgardi. Bunda chiqsa bo'lar ekan. Chiqsa bo'ladi. Soatimiz salkam 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 3-noyabr 2025-yil. Biz G'orliga borgan sayohatimizda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan Xatarchi yo'lovalidan Navoiyga o'tdik. Navoiyda Maydan degan qishloqqa keldik. Bu yerda 1,5 kilometr yurganda Maydan degan g'orimiz bor. Xudo xolasa komandamiz bilan o'sha g'orga ketamiz. Bugun komandamizda Jahongir, ustoz Matvoy и Botir ekan. Xudo xolasa 4 kishimiz. Bundan keyin yana bitta lokatsiyamiz bor. Xudo xolasa uni ham u yangi lokatsiya. Inshaalloh uni ko'rsatib boramiz. Yo'l boshlanishi shunaqa. Oddiy mashinada kesili bo'ladi. Atrofga qaranglar. Biz vohlik kelib qo'yamiz. Toshkentdan 11 da chiqqan bo'lsak, bu yerga 6 larda keldik. Juda qorong'i edi. Kun yorishini kutdik. Soatimiz 7 bo'ldi. Xudo xolasa boshlanishidan shunaqa go'zallik. Qaranglar, toshni taxlanib turishini. Bo'tga yo'l tanlamas mashinada kesilib bo'lar ekan. Yo'l shunaqa. 500 metr yurdik. Menimcha bahorda kesinglar. Bu o'simliklar hammasi yam-yashil bo'lib turadi. Juda ham chiroyli chiqsa kerak. Peyzaj. Hali quyosh chiqmadi. Kunning yorug'ida ketamiz. Baland qoyalarni qaranglar. Ajoyib. Bunda chiqsa bo'lar ekan. Chiqsa bo'ladi. Manzilga keldik. Xudo xolasa. Soatimiz 7:30. Dengiz sathidan 1000 metr balandlikdamiz. Botir aka, nima deysiz? Qiynaliq pedagoglik maydonini topdik axiyri. Biz vohlik ko'tarilib qo'yamiz. Bunda yo'l bilan kelgan, shunda tepaliga chiqsa bo'ladi. Xudo xolasa yetib keldik. Yo'llari sal shunaqa pasniro, lekin asosiysi topdik. G'orni bizdan oldin kelgan komandaga kattakon rahmat. Yeraslar Shelemesov treki bilan keldi. Qiyin bo'lmadi topish. Tabriklayman ustoz. Yana bitta g'or urildi. Quyosh ham chiqisha boshladi. Biz Nurati tog' tizmasidamiz. Maydan degan g'orga keldik. G'or og'zi juda ham kichkina. Hozir ichiga kiramiz. Keling Botir aka, mana bu yoqdan chiqing. Mana ko'rinib turibdi. Endi kaskalan kiyamiz, fonarlarni yoqib ichkari kiramiz. Boshladik.
Ketdingmi ustoz? Ketdim. Bo'ldi, ichkariga kiramiz. Soatimiz 7:47. Nima ichkarida qancha bo'lamiz? Yuring. Okey. Men boshlab beraymi? Oho. Qanaqadir uy. Hidi yoqimsiz bor. Videoga olasizmi? Ha, videoga olma. Oho, ichkari. Ancha bor ekan. Ichkari katta ekan. Qalin kiyimlarni tashqari qoldirish kerak. Bo'larmikin albatta. Mana okey, oyog'ingiz chap tarafda. Mana o'sha yerga qo'ying, albatta. Odam hisobiga большой зал. Kendinize ne boyara? Yani sırpanço. Ha, ko'rshapalilar bor ekan. Gitti mana. Havo shu mo'tadil bo'ldi. Mana bu toshcha hidi o'zi kerak. Oqay toshmi? Mana shu bu anaqa Ichkarida bormi yana joy? bor. Aha. Ne yaptı ya? Ketga. Mana shu. Qushlarni hidimi? Mana shu anaqa Ko'rshapali. ko'rshapalining hidi mana shu. Ham yerda. Fu. Hidi yoqmayapti menga. Fu. Ha, axlatlari. Yuring, okey. Bunaqa joyda birinchi bo'lib yurmaymiz, bosing. Oho. Sen tepada ko'rdingmi? Qarshi? Ha? Yuring. Tepada turibdi. Ayo, bu. Alaqim edi. Oho, kattani. Rus hidi. Hidi g'alati ekanda. Ana shunaqa joyga kelgan bo'larmi deylar. O'zinglar olis etasizlar. 3 kishi. 1 kishi tashqarida qoldi. Tepada ham yo'l bor lekin. Вот это тugadi уже. Узкий, короткий. И вам я, охо. Yaroqda yo'l bor lekin men sig'mayman. Ikirga ham kelmayapti. Voh, boshim. Niyatini bo'ldingmi? Ha. Ana okeylar. Yo'lda yo'l bor. Qayerda bo'ling? Voy, hidi bor. Ochiq qo'yinga bo'lgan. Qiynab tashlayapti. Kamerangiz yoqib qoldi, ustoz. Ha? Ha, bo'ldi. Yo'q. Yoqqa o'tasizmi ichkariga? Qizil tosh qarang, rangini. Ha. Mana mana sariq tosh. Yaltiroqdi qarang toshlar. Qarang, tilla borda menimcha. Yaltiroq. Yo'q, ya. Mana uch yaltirab turibdi. Ko'raman. Zarda u zar. Mana kirib ketdi ichkariga. Mana bu ham yaltiroq. Boqmasmikin? Ayga tellab ketdi odam. Kirasizmi ichkariga ustoz? Ha. O'tga o'zi kirib iz qilib qo'yishgan ekan. Kirasizmi siz? Nima bo'pti? O, tepa qizuvdi, tepaga. Tepaga chiqib boramiz. Bundoq chiqsa bo'ladi, lekin chiqqim kelmayapti to'g'risi.
tepaga. Sal qiyinroq lekin. Arqon kerak. Tushishga qiynaladi ona. Ichkari. Hop, borma. Qaytdik. Mana. Shunaqa jonzot bor. Boramiz. Xo'sh, faqat ko'rsatalaylar. Qizg'uroq narsa faqat shu g'ori o'zini tuzilishida. Boshqa qiziq narsa mo'jiza ular. Zo'r bo'ldi. Endi keyingi lokatsiyaga boramiz, xudo xolasa. Biz qorda tushib oldik, qaytarib o'taman. Shu yo'l keladi. Mana shu tepalikda. Shunda yoniga o'tib chiqib olsanglar bo'ladi. O'zi maydon deb yozilgan. Agar pastdan chiqadigan bo'lsangiz, sal tikkali qiynalasizlar. Shunda mana tepalik yoni bilan Xo'roziga borsanglar bo'ladi. Xo'roz ham keng kelgan tepaga и pastga yo'l ketgan ekan. Biz necha metr kirdik? 20 metr atrofida kirdik, adashmasam. Ana quyosh chiqdi. Nurota tog' tizmasi. Ustoz Matvi ketdi. Endi ikkinchi lokatsiyaga xohlasa. Biz Maydan degan qishloqdamiz. Maydandan kelganda bu yerda parkovka znak turibdi. Bu yerda qabr, qopcha ota degan otani qabrlari. Bu yerda shunday yo'l bilan Maydan degan g'orgacha borsa bo'ladi mashinada, g'or tagiga bilan. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu yerda shunday baland tog'i tagida buloq bor. Bu buloq qaranglar qanaqa. Rosa ko'p suv. Kelganinglarda shunaqa ko'prik bor. Bu ko'prik shu qishloq hashar yo'li bilan qurilgan ekan yaqinda mana. Mana bu suvlarning hammasi shu kichkinagina toshi tagidan chiqyapti shu suv. Kattalashib ketyapti, soyga aylanib ketdi. Eng qiziqarli narsa bu yerda suvda balu bor ekan mana. Kelgan odamlarning hammasi shu baluga ovqatlashar ekan. Hozir baluni ko'ramiz. Bu balu marinka hisoblanadi. Toza suvda yuradi marinka. Adashayotgan bo'lsam, uzr. Lekin yoshlikdan shu bu baluni men marinka deb bilaman. O'zingizlar ko'ringlar. Suvda. Ko'ryaptimi? Endi Yoqqa kelganda iloji bo'lsa, o'zingizlar bilan yegulik olib kelsanglar, shu balularga berasizlar. Mana. Suv ham qanaqadir ilu. Hozir ichib ko'ramiz. Tushunasizlarmi? Hozir havo harorati 5 gradus bo'lgan bo'lsa,
Lekin suvni temperaturasi bir 15 atrofida. Muzda emas ekan suvi. Iliqqina suv. Sela bo'ladi. Chiqib chegaradan chiqib ketmayapti. Mana ekstremal turizm hududi. Mana. Cho'l zonasiga kirdik mana. Bu Nurota tog' tizmasi. Hozir biz chang bo'roniga kiramiz shekil. Ha, chang bo'roniga kiramiz biz. Qarang. Soatimiz 1 bo'lib qoldi. Biz Navoiy viloyatini Katta Ej degan qishlog'iga keldik. Biz Baydandan to'g'ri bu yoqqa keldik. Salkam 3 soat yurdik. Hozir biz shu Katta Ej qishlog'ini fuqarosi bilan suhbat olib boramiz. Aka, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men ismim Nozil, familiyam Nabiyev. Shu Katta Ej qishlog'ida yashayman. Shu yerda tug'ilib o'sganman. Katta Ej o'zi Ej degani ikkita ma'noni bildiradi. Bittasi arabcha so'zdan olingan bo'lib ko'za to'la tillo degani. Bittasi qal'ali joy degan. Bunisi eroncha so'zdan olingan. Forscha so'zdan olingan. Fors eroncha. Tillaga taqalyapti baribir. Biz o'zi kelishimizni maqsadimiz o'zi g'or. Bu yerda g'orga Xudo xolasa bular yo'l boshchilik qiladilar. Chunki bu yerda 5 qo'lday biladilar. Hamma ma'lumotlarni kirgizib qo'yamiz, Xudo xolasa. Bo'lmasam sekin boshlaymiz, pastga tushib, sekin qishloqning tarixini bir boshdan anaqalarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Hammasi oldinda. Qal'ai Fo'jak degani bu yerda. Bu qal'ani ham ko'rsatingda. Qal'ai Fo'jak degani Bu qal'a. Ustiga ham Mo'g'ullar miloddan oldin 3-2 asr qurilgan. Shunga rivoyatlar bor. Pastda mana bir adashmasam 500 ming 800 metr pastida soyni ichida chashma bor, chashma. Bu aytishlaricha mana bu himoya uchun mana shu yerdan kovlab chashmagacha yerni tagi bilan suv chiqarar ekan. Endi hozir agar borib ko'rsak, mana yerlariga oyoq bilan ursak dang qilib yerni tagi yo'q, ma'lum-da, rivoyat to'g'ri keladi, lekin hech kim mana madaniy merosga ham necha marta murojaat qildik, hech kim kelib ko'rgani ham yo'q, arxeologiya o'tkazgani ham yo'q bu yerda. Men o'ylayman bu yerda juda katta narsa bor. Bu 2-3 asr miloddan oldin bu hazil gap emas, bu territoriyada juda ham qadimiy birinchi o'rinda turadi bu territoriyada. Endi bu qishloqdan 3 kilometr uzoq, bilmadim, uzoq deb o'ylaydim men. Tushunmayman nega nima qilmaydi mumkin. O'zi bu joylashgan joy ham juda qadimiy qishloqlar, misol. Yon qishlog'inglar bor, Sentob. U mashhur-da endi, hamma biladi. Tamom, arabcha shu vaqtda qanaqa yashagan, qanaqa hayvonlar bo'lgani hammasi toshlarda chizib ko'rsatilgan. Petrogliflar bor. Petrogliflarga agar e'tibor bersak, u yoqda. U yoqda ham bor, bu yerda ham bor, hamma joyda bor qishloq. Qishloqning o'zida ham bor. Petrogliflar juda katta. Endi bizlar shularni ko'rib,
o'ylaymiz shu vaqtda masalan tog' echkisi u vaqtda bor ekan. Hozir yo'q tog' echkisi. Odamlar kelganini hisobiga. Yoki masalan yo'lbarsga o'xshab bir hayvon bor ekan. Endi ular baribir shuni ko'rib chizadi-da. Hozir yo'q shunaqa hayvon, yo'lbarsga o'xshab bor ekan. Hozir Toshkentni qaysidir tog'larida shunaqa topildi, yangi qoplon. Mana shunaqa bu yerda ham bor ekan vaqtida. Bora yo'q bo'lib ketdi. Yana boshqa hayvonlar, endi petroliflarni ko'rib bu yoqda o'zlari aynan nima bilan gaplashsak, boshqacha bo'ladi. Mana bu soyni nomi G'ori Konho, g'orlar koni degan. Mana bu bitta tog'i bor, mana oxirida 3-4 ta g'ori bor, hozir borib ko'ramiz. Har bir soyning nomi bor, o'ziga yarasha nomi bor. Mana bunisi Fejak. Fejak degani ham shu bug'ullarni Mana tog'ning orqasida. Tog'ning tepasiga aylanib, shu katta odamlar shu yoqda yashagan deb rivoyatlar bor. Chunki mana bu yov deydi, mana hujumga keladi, mana avqot uchun, mollari uchun, yo non uchun u vaqtlar endi qadimiy davrda mana shu qishloqning pastida olov yoqib tepalik o'zi qo'l bilan qilingan. Shunga olov yoqar ekan, keyin bular tayyor bo'lib turar ekan, masalan dushmanlarni bu qo'rqitishi, qaynatilgan suvlar, qaynoq suv masalan ustiga himoya o'zlarini himoya qilish uchun, ustlariga sepish uchun umuman nima shu vaqtda mana bu yaroq asliha bor, shunga shu bilan taxlab turar ekan. Bular chiqa olmay ekan, bitta joy bor, mana o'ng tomonda sariq bor-ku, shu bitta yo'l bor u yoqda chiqish. Mana shu qal'a bo'ladi. Tikka qal'a. Faqat o'zligisini himoya qilish uchun qilingan qal'a. Juda ham qadimiy. Krepus bo'lganlar. Bitta daraxtda ko'rsin, daraxtni kesyapti deb yozadi, tamom darkor. Shuning uchun bizlarda Sekin tepaga qarab ko'tarilyapmiz. Az qoldi. Mana atrof. tepada yana 3-4 ta bor unaqa. Birinchi g'orimiz. Mana bu tog' Polni tushgan, polni. Odamlar kirmasin deb tosh qo'yib qo'yishgan. Buni qo'yishimiz kerak bo'lgan joyi rasmini ko'rdingiz. Hozir tepaga chiqamiz sekin-sekin. Tepada-da. Tepada va ichida. Mana shu bir liniya kelyapti. Kelishimizda birinchi g'or og'zi yopiq. Bu ikkinchisi. Ichi katta. Ichi keng ekan. Keng. Bu unga parallelniy ekan, liniya bo'lgan. Endi ayrim sabablarga ko'ra g'orimiz o'pirilgan. Bu ikkinchi g'orimiz. Uchinchi g'orimiz mana ham to'g'rimizda turibdi. Shunda o'tiladi. Kishi ekanda ya. Ustanovka jarayoni g'or og'ziga o'tdi. Bu devorni o'rnatiladi hozir. Teparoq. Mashinamiz turgan joy shu adir bilan keldik. Shu ikkita tog'ning orasi bilan kelib, Xudo xolasa g'orning nomi qo'yildi. Hozir gruppa bilan tushamiz. Sekin. Ozish kerak ekan endi yog'ni. Sekin g'or kirdik. Hamma ichkarida. Maşallah. Şu havo riski o'zgardi. Toshlari sarg'intirroq. Lekin bu ko'chadan chiqib anaqa so'ron ekan. Mo'tadimi havo?
ichkari Chingizxon hayvonlar. og'a deyiladi mana buni. Endi aytishlaricha Temur olgan. Hozir bu где-то taxminan bir 50 metr adashmasam pastimiz o'sha tepasi zaval bo'lib nima polni yopib tashlagan. Ko'chki bo'lib, yo'llar yopilib ketgan. Hozir Tepada bitta kichkina komnatcha. kichkina xonachasi bor ekan. Чтобы tepasi opasniy bo'lmaslik uchun shu qaytib pastga tushganda bu yerni olgan. Bu yerda hozir Liniyani. tosh bilan tuproqni ko'rishgan joyda turibmiz. Ha, bu tosh. Qizil, sariq. Mana bu korenoy toshlari, mana bu yerdan bu yog'i уже zaval pol. O'sha pastdan sekin tushishni boshlaymiz. Lishni nima yo'q edimi? Hamma Buni hamcha o'sha anaqa bo'lishi kerak. Mana tupli ko'rshapali bo'lishi kerak. O'na. osilib turadi. Bitta dona. Qani? O'na. Bitta dona. Ana bitta dona turibdi. O'zi sekin. Telefoningizni yorug'i bormi? Fonari. Oho, bu yerda. Shundoq bilinib turibdi-da mana tepadagi narsa pastga tushganligi. Tepaga tushganligi. Shunday sizlar. Ha, 100 talik ko'rshapali o'sha. Ha, bitta ko'rshapali turibdi. Kichkina xonacha bor. Mana altdan bitta ko'rshapali bor ekan. Ящерицы разноцветные, тоже бывает. To'g'risi men Гекконы здесь живут. Геккон. men juda xush ko'rmayman bu narsani. Bu yoqda men bu yerga bitta kirib chiqay. Pastgacha nima bor? Bu yerda xuddi ani hayvonlar ko'ylaganda. Ana. Bu yerda yo'l yo'q ekan. Hech sekin pastga tushamiz. Yo'ldan pastga joy bor. Ana bitta bitta xona bor. Mana bitta xona bor ekan. Yo'q, bu Bunday ikkinchi ko'rshapali bor. yo'q, bu tomon tepasi. Bu yerda komnata asos tepada. Bu yoqdan tushsa ham bo'lar ekan. Pastga past ma'lum. Yo'qdan chiqoldi, tor ekanda. Unda Lekin chiqadi. toshlari allambalo. Rang-barang. Yo'qda ham yo'l bormi? Ha, bu. Demak, birinchi yoqqa o'tamiz. Bu Nozil akamiz bu g'orda yashaganlar. Yoshlari shu g'orda o'tgan. Pastda hech narsa yo'q ekanmi aka pastda? Pastda ham bor. Shu Lekin bu yoqda ketadi. o'rni pasti. Men tepani ko'raylik keyin. Сюда вот тоже есть проход. Но мы еще не успели. Odam terladi o'sha. Okey. Ham ko'chib ketdingmi? Bo'lishi ham mumkin dering. Qo'lingizni bering desam. Nafasizni ko'tara olmaysiz. Yo'q. Ana. Sekin. Yana boshlaymiz. Bu yerda cho'ta hayvonlar panoh topganmi deymanda qishda. Qazib tashlagan. Boxabar bering. Orqada kim bor? Hali ko'rshapali. O'tiribmiz. Orqangizda ko'rshapali bor ekan, tadbir. Очень красиво здесь, потому что порода разноцветная. Вот если вы видите. Ravna, sюда иди, здесь. Tuproqlari yaltiroq sho'rilagan. Juda ko'p mana axloqlar. Yaqinda judayam bir sovuq hayvon. Bu tepasi ham ancha qanaqa ekanda? Oho. Bu ikkinchi etaji bu. Ha, hamma ko'rsatadi. Белая. Ha, nechta kerak? Illyustraga o'xshagan ilinib turibdi ular.
Yo'q, mana shu zaval tagi. Ha, bu yog'i shu o'pirilgan. Ana. Shu yergacha 50 metr bo'lishi kerak og'zida. Bunisi ziyod ham bo'lishi mumkin. Ya, qilishmiz. Mana bu oqi ham ekan, nima ekan? Bu Oqiy tosh. tuzni bir nima xilida. Mana bu qorasi temir ichida, temir tarkibida bor. Bu oqi tuz. Sirpanchiq ekan. Chunki echkilar kirib shuni yalaydi-da, mana tuz yeydi-ku echkilar. Shuning uchun yozda bu yerlardan suv oqadi, bu yerdan bu yoqlar suv Ichkari ketgan, pastga qarab. yo'qlik, buyuk. Pastga qarab ketgan. Ichkarilab ketgan. Keling, otasi bunaqa. Shu yerdan aytiladi-da, shu yerdan dalshi mana bu tepadagi g'orlar bilan ulanib u yog'i borib Sintob qishlog'idan bir 15 kilometr naryoqdan boshqa katta soy, Sintob soyidan chiqib ketadi. Hozir tepada Ularda ham bor, unaqa g'or, bitta bor o'zi. Shunaqa bizni tomonga qaratib kelyapti-da, bu ham bularni qaratib, bularga qaratib ketyapti. Дальше есть еще tepada nechta g'or bor hozir? Tepada где-то bir 4ta, 5ta bor, hammasi zaval bo'lib как тут ketgan. кислот Yopilib. называется. Yopilib ketgan. Katta ich. Я на реке кислот. Sentop. Синтов. Sintob. И оказывается, вот эта пещера, в принципе, она, говорит, выходила там у них в кишлаке. Bo'ldi. Bu yog'i уже nam. Mana bu suvlar bordi. Suvlar siljib chiqqan. Mana shu tuproqdan tillanana qolishadi-da, qayta ishlab. Juda ham mayli yaltiroq narsalar bor, men bilmayman endi. Piret deydi bu yaltiroqni. Peret? Piret. Nima degani? Piret. Endi bilmayman, men piret Kimyoviy yaltiroq. modda-da. Shunday kimyo. Bu ham bir normalniy, u ham yig'sa bir normalniy. Endi bunga uskunalar kerak-da. Bo'ldi. Alohida shu Ya'ni bu yoqqa kelib ajralib oladigan nimasi buni yig'ib o'tirmaylik, umringlar ketib qoladi. Ularning o'zini spetsialistlari bor. Qarang, hozir bizlar tepa tomon bilan keldik. E'tiborliroq bo'ling. Mana past tomon qarang. Past tomonimiz pastga tushmasdan bizlar tepaga qarab keldik. Pastimiz mana shu. Ha, past ulanib ketadi. Avval tepani kovlagan, mana o'rtasida mana stoyka qo'yilgan. Mana stoyka, mana bular stoyka deyiladi-da. U tepa o'pirib hammasi qismaslik uchun pastdan yana kovlab, past bilan o'sha dalshi. Yana yo'l bordi. Yo'l dalshi, endi hozir o'pirib dalshi. Agar arxeologlar kelsa ochib ko'rish mumkin. Ko'p narsa bor. Endi bizga qiziq bo'lgani shu, mana masjidgacha kiriladi. Bu ham bitta g'or. Bu g'orlarni proyektiga kiritilayotgan g'orda, yangi g'or. Bu agar shu proyektdan o'tsa, Xolidim ham Toshkentda ancha-muncha odam keladi bu yoqqa. Bu degani sizlarning qishlog'inglar, ana katta H yana ham kattalashadi, mashhur bo'ladi. Xuddi ana Sentop qishlog'iga o'xshab. Turizm qishlog'iga aylanadi, Xudo xolisa. Bu boshlanishi. Katta eshda ham bor. Mehmonxonalar, turizm qabul qiladigan. Nozil akam nomerlarini yozib qo'yamiz, o'zlari kutib oladilar. 5 qo'lda biladilar. Bu yerda o'zi shu tug'ilib o'sganlar. Akamiz o'qituvchilar. Jismoniy tarbiya fanidan dars beradilar. Bo'sh vaqtlari shu turistlar bilan qishloqni tanishtiradilar. Mana qizg'ishi nima ekan bu tosh? Qizig'ishi endi undayda hozir namlik kuchli sababli mana bu temir moddasi shunday qizg'ich ko'rinadi-da, endi qizg'ich qilib tashlaydi-da polni hamma joyini. Hozir bu yerda masalan qadimiy suyaklar topilganmi? Suyaklar ham shunday qizg'ishib ketganda, shunday sariq hammasi suyaklar. Mana sizlarga bitta ma'lumot. Bu narsa qo'ysangiz shunday sariq, shuni rangini oladi-da. Hozir ilon ham kirsa, masalan, ilon ham sariq bo'lib ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi o'zimiz masalan. E'tiborliroq bo'lsa, kalirovka bo'ladi-da, ana. Ilon yo'q, hozirgacha Xudoga shukr, men masalan 100-200 marta kirgan bo'lsam, ilon ko'rganim yo'q. Kalta kesaklar bor. Keladigan odam shu ehtiyot shart. Mana bu ham bir paroda, boshqacha paroda. Oqiga o'xshatdi-da shu buni. Bu boyagi tuz boshqacha, bu boshqa. Oqiy tosh.
Buni endi kimyoviy narsalarni olib borib harodalarni proba qilsa geologlar yaxshi tushunadi. Bitta shu aytganimizdagi o'zini g'orri egalari bor, ko'rishib bo'linglar. Bular odamlarga zarar bermasa kerak. Endi ehtiyot bo'lasizlar. G'or og'zi u yoqda. Taxminan bizni 30 yo 40 metr kirdi-ya. 30 yo 40 metr. Tepa bilan bizlar chiqamiz. Yaxshi joy. Bo'ldi, endi oyog'ini tushiring yana. Bitta shu sal apasniyroq joy shu. 15 dan ketadi. Bo'ldi. Ha, bu yerdan o'tib oldik, sal ehtiyot bo'lib. Endi pastga. Men yurib bera qolay birinchi. Fanarim bor. Juda chiqdi jahon bilan. Tepagami? Bu nozir ekanlar hozir. Past ko'p chiqdi. Toshlar o'pirilgan. Bismillah. Odam bemalol yuradi bu yerda. G'orni oxirgi pastda oxirgi nuqtasi desak, endi oxirgi nuqtaga ham yaqinroq desak, mana shu yo'q bo'ladi endi. Mana shu yo'q mana. Ha, boya biz tepadan qaragan joyimiz qayerda? Boyagi Ichkarida. tepamizda. Ha, Mana bu bu yopilib o'rta, ketgan. mana bu o'rta yo'q, o'rta stoyka qo'yilgan. Ha, to'sin. Mana bir-biriga mana qulab nima bo'lmaslik uchun shu zaval bo'lmaslik uchun bu yerni polni stoyka qo'yilgan. O'zi men o'ylayman, mana bu yerdan ham bir adashmasam bir 10 metr hali pastga keyin unga boyagi ko'rsatganimiz bor-ku, shu bilan ulanib o'sha ketgan dalchi. O'zi bu yo'qdi musorli u yoqqa, musor emas-ku, tuproqli u yoqqa g'or og'zini yopib qo'yibdi-da. G'orni shu tuproqlar shu tepaga mana ko'ryapsiz-ku, mana bular polni mana shu tepadan ajralib tushgan. Bularni tuproqlari bilasizmi? Buncha narsani tuproqlari o'sha ko'milib Pastga ketgan. qarab. Buni pastida dinozavr suyaklari ham bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Yana bitta ma'lumot. Endi taxminiy aytaman. Bunisi o'sha ulangan, bunisiga shunday ketaverganda. Balandligi ham bir 20 metr chiqadi agar endi bu eng past joyidan bu o'lchasak. yerdan hozir 20-30 metr, agar buni ochsak bir bemalol 50 metr oshiq joy. Biz u yoqqa Ma'lum emas zavalni tagi necha metr ketadi. necha metr yurdik Endi hozir bunday gideta bir 15 metr yurdik. Endi og'zidan bir 50-60 metr bemalol chiqadi. 50-60 O'zi bu metr chiqadi. tepamizdagi komnata bir 15 metr plus minus ketdi. Qarang, endi hozirgi boyagi tepadagi komnatani bu bilan hisoblasak, hozir gideta yana bir 20 metr pastda joy bor-da. Zaval o'sha to'lab ketgan. Endi u odamni hayot uchun xavfli. Bu endi arxeologlar ishlaydi bu yerda. Ha, bizga o'xshagan oddiy turistlar mana shu g'orni kelib o'zingizlarga kuch olasizlar-da. Mana arqonlasiz kesib bo'ladi bu yoqqa. Biza Qashqadaryoda yurganimizda arqon bilan tushadigan joylari bor edi. Arqon bilan tushdik. O'ziga yarasha hamma g'orlarni bir-birini takrorlamaydi. Xudo xolisa Navoiy viloyatida Katta Ech degan qishloqda mana shunaqa g'orimiz bor. G'or ichi issiqligiga odam teriladi. Ko'cha salqin. Hozir tushaydigan g'orimiz mana bu tomon ketgan, shunga ulangan. Tushundingizmi? Mana o'zi. Ulan mana bu yerni hozir mana bu yer ham avval-ku, yo'q ma'lum emas. Hozir birinchi, ikkinchi ko'rgan g'orimiz bor-ku, endi hozir borib ko'ramiz deyapsiz. U bu yoqqa kelyapti-da, bunga ulanyapti. Mana bu bunga ulanyapti, shu tomondan kelyapti demoqchiman. Boyagi yo'lni boshida bir bilan ikki g'orimiz mana shu 3-g'orga ulangan avval. Keyin bu o'pirilish natijasida yo'lni yopilib
bir-biridan ajralib qolingan. U g'orlarni hozir yopib qo'yishdi. Chunki xatarli bo'lgani uchun. Ana katta koridor. Bu chiqish yo'li. Bizni echkilar o'ziga mana qishda Makon qilib olganda. qishda mana kelib shu yerda issiqqina dam olish uchun shunday joy qilgan bu yerni. Qo'y. Qisqacha ma'lumot qo'ldan kelgancha ulashdik. Nozil aka baraka topsinlar. Shu 7H qishlog'ini faol odamlaridan. Soatimiz rovna 2:30 bo'libdi. Xo'p, biz Navoiy viloyati Katta H qishlog'idamiz. Katta H g'origa keldik komandamiz bilan. Botir aka, yo'ldagi emotsiyalaringizni bo'lashasizmi, taassurotlaringizni? Faqat uyqu keldi. Nima deysiz aka? Yo'ldagi atmosfera. Voy, shunaqa Bugun- joyga tushib qoldik. Bugun nechmi 11dan boshladik yurishni. Vohlik yopamiz. Biz birinchi Navoiy viloyatini Maydan qishlog'iga bordik. U yerda Maydan degan g'orga kirdik. Lekin vohlik boramiz. Necha soat kutdik? Kun Endi yorishini. sababi kamina kamtar. O'zimizni maqtamaymiz. Hisob kitob sal vohlik olib qo'yamiz. Shunaqa sal tezroq yurib qo'ydik. Samarqandga 3,5 soat, 3 soat 20 minutda yetib keldik. Ozgina noxot cho'rini urdik, yana dalcha Navoiyga qarab yurdik. Bu yo'lga ham 1,5 soatlarda yetib bordik. Riski g'orga tushdik, chiqdik. Hozir endi cho'llarning o'rtasi bilan bu yoqda yana bitta hamma biladigan qishlog'imiz bor. Sento. Sentob degan qishloq. Qishloqdan 6 kilometr sal bu yoqda katta ich degan qishlog'imizga keldik. Hozir katta ichdan yana ozgina mashinada yurib keldik. U naryoqda 1,5 kilometr naryoqda mashinamiz turibdi. Peshkom keldik. Bu 3-g'orimiz, eng katta g'orimiz taxminan 50 metr. Hozir biz missiyani bajardik. Hammamiz komanda bo'lib tablichkani qo'ydik, xudo xolisa. Sheriylarimizga katta rahmat. Jonlari sog' bo'lsin. Men kunimdan 100% roziman. Juda ham chiroyli joylar ekan. Bu Toshkent viloyatida ko'rmaydigan manzaralar. Qoyalarni qaranglar. Bahorda kelsanglar bu yerlar hammasi yam-yashil bo'ladi. Bu yerda yana qala bor, tarixiy qala. Shu ton orqasida. Ular to'g'risida ham ma'lumot beramiz, xohlasa. Bugungi kunimiz shu bilan yakunlanyapti. Bugungi kundan hamma rozi. Bugungi ketgan vaqtimizni zoya bo'lmadi degan umiddamiz. Kelganlarga ma'lumot bo'ladi deb o'ylaymiz. Bu yerda hozir shu qishloq, shu g'or to'g'risida ma'lumot olyaptilar ustoz. Siyalen. Kelganinglarda shunaqa manzara bor. Quyosh ham hozir tog'ni orqasiga o'tadi. Ham bizni xohlasa bugungi qilgan ishimiz shu g'orni tanitish xohlasa. O'zbekiston proyektida 21 g'orlarning ichiga yaqinda katta H kiradi. Mana shu g'or. Bugungi jarayonlar bilan boricha tanishtirdik deb o'ylaymiz. Xohlasa sizlar ham shu Navoiy viloyatiga kelinglar. Sentob qishlog'i, undan keyin adashmasam Sumbula и katta H qishlog'i keladi. Kelsanglar, Nozim akam xizmatinglarda. Mana o'zlari. Hammaga rahmat. Hammani tabriklayman. Bizning mashinamiz naryoqda ko'karib turgan daraxt oldida mashinamiz turibdi. Cho'tgacha mashinada kelsa bo'ladi. Qalinligi, devorni qalinligi Ana boyga aytganimiz qala 2 metr. dushmanlardan himoya qilish uchun boya Nozil akam aytdilar. Issiq suvlar, olovlar, tepadan tashalgan toshlar
O'sha devorlari qolgan. Juda ham tarixiy bu. Hali o'rganilmagan lekin. Biz qaytamiz sekin. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qishlog'ingizga tashrif buyurdik. Qishlog'ingiz to'g'risida, shu g'or to'g'risida ozgina ma'lumot kerak edi bizga. Bo'ldi, men hozir shu o'zimni bilgan narsamni sizga aytaman. Endi bizlarning qishlog'imiz paydo bo'lishi miloddan oldingi 3-asrga borib taqaladi. Chunki İskandar Makedonskiy hujum qilganida Spitamenni jangchilari parishon bo'lib, mana Qizilqum biyoboni bilan tog'larga chiqib, bekinib olgan. O'shanga qal'alar solgan. Shu bizlarga misol Tojikistondan akademik keldi, Ahror Muxtorov degan, Toshkentdan nima edilar familiyalari? Dodo Nozilov professor, doktor nauk kelib shuni tahlil qilib shu xulosaga chiqqanki, u qal'a solishlari shu Spitamen davri, ya'ni Sug'diylar davriga borib taqaladi dedi. Endi qishlog'imizni paydo bo'lishi shu 3 miloddan oldingi 3-asr. O'shanda tarixiy obidalar qolgan. Qishlog'imizni nomi asosan Ej. Ej degani ma'nosi qal'alar. Misol keyinroq katta deb qo'shilib ketgan katta ej. Bir xillari aytadi shu katta ej, kichik ej bir ikki qishloqni farq qilish uchun shunday degan, lekin olimlar shuni isbotlashdiki, katta bitta t bilan yozilsa, bu maskan degan, manzil degan ma'nosini bildirar ekan. Sug'diy tilidan olib maskan, ya'niki qal'alar maskani deb aytish mumkin qishlog'imizda, katta ej deb. Ani qalamiz o'sha payt bunyod etgan. Keyin sizlar g'orni borasida aytingiz, bizlar g'ori Konho deymiz. G'ori Konho. Kon degani bu Rudichka degan joylar, nimalar. U yerda endi aytishlaricha shu 3-asrda Chingizxon O'rta Osiyoni zabt qilgan paytida shu tog'lar kelib Temur izlagan. O teparog'ida agar qarasangiz bir katta toshlar qaro bo'lib turibdi hali ham. O'sha aytadiki, o'sha yerdan temurli olib, rudani olib, o'sha yerda eritib, keyin aslaha solgan. Qurol aslahalar nima qilgan ekanda yasashgan. Shu. Endi bizni qishlog'imiz yana balandroq chiqsangiz, o'sha yerda ham qal'alar degan joy bor, qal'a degan. O'sha yerda shu qadimdan mana eng qadimgi tarixda nimalarda ko'rsatadi-ku, toshlarda yozuvlar bor, har xil hayvonlarning rasmlari tushgan toshlar bor. Yozmalar qadimiy. Hammasi o'shalar bor. O'sha yerda mana donzillar hammasini suratga olingan, o'sha tarixiy nimalarning hammasi bor, nima qilgan. O'zimizdan ham kelib bir qanchasi kelib shularni nima o'rganib chiqib borib yozganlar. Misol men aytaman, doktorni professor Mahmud Nurnazarov degan kishi kitob yozgan, shu qishlog'imiz tarixi kitobi bor. Forish tojiklari degan kitobi bor. Keyin undan keyin kandidat nauk Narzullo Rasulzoda ham shu qishlog'imizni paydo bo'lishi, nomi nima hammasini tahlil etib kitob yozgan u ham. Keyin hozirgi zamonda Abdunazariy Nabiy degan o'qituvchi domullo, u kishi qishlog'imiz tarixini juda ham yaxshi biladilar. Mana Boloda turadilar, nozillar bilan qo'shni ular. U kishi ham yozgan. Keyin Yunus Imomnazar degan yozuvchimiz bor Toshkentda. Tojik tilida bir 12 ta kitobi chiqqan, romanlari, povest hikoyalari chiqqan. O'sha ham kelib tahlil etib, o'shani qishlog'imiz nomidan tarixiga oid yaxshi narsalarni yozgan. Qishloq tarixi juda boy. Qishloq tarixi juda ham boy. Misol o'zimiz turibmiz. U yerda bir tepalik bor. Ko'ryapsizmi? Tepalik. U yerda toza tuproq tepalik yo'q atrofda. Hamma joy toshlar. Lekin u yerda bironta tosh yo'q, mana tepalik.
u bizlarda shu dushmanlarni, g'animlarni, ya'ni shu qishloqqa bostirib keladigan dushmanlarni qadim zamonda o'sha yerda didbun turar ekan. U qishloq aslan bu yerda emas ekan, u tog'larda yashar ekan. Belgi berish uchun Belgi o'sha yerda o'tin-po'tin jamg'ab qo'ygan. Shu cho'l tomondan shu biron kelsa, sirazu uni yo'qib, baloga xabar berar ekan, ogohlantiradi. Keyin ular tayyor bo'lib turadi shunga. O'sha tepaliklarda ham tarixiy obida. Tarixiy juda boy qishloqmiz. Nomini ma'nosini aytdim-ku, qal'alar maskani, qal'alarda shu. Ana shu olimlar shuni tahlil aytganki, shu Ej degan nom vaqtida Eronda bitta viloyat nomi Ej ekan. Hali ham bor bir shaharni nomi Ej degan. Shahar Eronda mavjud hozir ham deyishadi. Shu yana nima qilsak, mana qabriston emas. Bu yangi qabriston. Bu 17-asrda o'sha yerda bunyod etgan. Avvalda esa mana bu tomonda ekan. Mana Kuhi Safed deymiz, Oqtog'. Kuhi Safed. O'shani pastida qabristonimiz mavjud ekan. 17-asrdan bu yerda ko'p bo'lgani uchun keyin olib tepaliga o'tgan. U tomoni ham bor qabriston. Qishloqni nomi yozilgan, Yo'q, u yerda Zinda as nomi shumo deb yozilgan. Sizning nomingiz hamisha tirik deb. Demak, qabristonga shunaqa ulug' qabristonimizda 5 ta avlod, har bitta avlodning alohida ko'mida har bir avlodi o'zining qabristoni shu ichkarida mavjud. Tushunarli. Sizga kattakon rahmat amaki, ma'lumot uchun. Salomat bo'ling. Qiziqqanlar uchun juda ham katta ma'lumot bo'ladi. Kelib ko'rishadi, xudo xolasa. Bu qishloqning rivojlanishiga, ya'ni turtki bo'lsa ajab emas.